Do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi videoga chiqishga sababchiki Palisoska challenge o'yiniga men ham bir o'yin o'ylab topdim. Masalan, vizib tashlamoqchiman 61 kilolik bolalarga vesi 61 kilolik bo'lgan bolalar uchun atlet kutib qolaman. Mana Moskvada o'tayotgan o'yinlarni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, men hozir bachalarning suratini ham qo'yib boraman. Shu bachalar o'tkazyapti, masalan, qanday tartiyapti, necha kilolik farqi yo'q, ular tortyapti. Masalan, bir xil yulyapti, bir xil yulolmayapti. Shuning uchun yulolmaydi kimdir vizib 61 kilolik bolalar uchun immuniy iloji bo'lsa, bloger bolalar bo'lsa, atlet kutib qolaman. Omon bo'lingizlar, qo'yib boraman. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Ketdik. Bizlar maqsad bu challenge o'tkazishimizdan maqsad men zo'r demoqchi emasman. Masalan, bir o'yin bu. Kimdir tortali, kimdir tortolmasligi mumkin. Albatta kimdir tortsa, qo'lidan kelsa, iloji bo'lsa shunday palisoska ishlatsin. Xohlasa boshqa ish ishlatsin. Tortgan odam shu video qo'yib atletini kutib olaman. Albatta 61 kilo vesda bo'lish kerak. Men agar nima qilsa, vesimga ishonmaganlar bo'lsa ham, vesimni ham qo'yaman. Masalan, necha kilo chiqishimni ham. Hozir yonimda tarozi yo'qda. Hozir ish payti menga yana. Shuning uchun bolalar maksimal tarqatamiz. Shu bloger bolalarga millatdan farqi yo'q. Men o'zim aslida Tojikistonlikman. Tojikistonlik Qalg'izavodlikman. Albatta kutib qolaman sizlardan atlet. Omon bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar. Mana shu ko'rgan misollarimiz Moskvada necha bir ustayli magazinda Palisoska challenge o'yini o'tkazilyapti. Shu bachalarga men vizit tayyorlamoqchiman, ya'ni Instagramda, YouTube'da kanal bor bolalar, bloger bolalar, ya'ni shular menga atlet qaytarishini kutib qolaman. O'zbek, tojik millatidan farqi yo'q. Deb millat menga atlet qaytarishini kutaman. Shu bolalarga yetib borish uchun maksimalni tarqatamiz yigitlar, bolalar. Keling, operator ko'ramiz. Bizning Palisoska challenge va qatnashadigan palisosimiz 500 atmosferada. 500 dan ham o'tdi daji. Ko'ryapmi? Nima bosishani? Ko'rmayapti salon. Ko'rinyaptimi? Ana shu palisos tartasi mana. Videoni uzmay turib kuzatib turingizlar, oxirigacha ko'ringizlar. Topamiz. Uzoqdanmi? Realni bo'layotgan vizit. Yana telefon qilib so'rashlaring mumkin. Telefon nomerimni ham qo'yaman. Yolg'on bir narsa ishlatilayotgan yo'q. Ko'rib turibsizlar, davleniya 500 dan baland. Ko'ryapman internetdagi ular kompyuterni qandaydir akkumulyatorni 400 260 chiqyapti. Mana bizniki pashti davleniya 500 dan baland. Tartib ko'rsataman. Ya'ni men vesim 61 kilo. 61 kilolik bolalar vizib qaytarishini kutib qolaman bolalar. Mana yulib oldik. Kutib qolaman bolalar. Shu bolalarga yetib borish uchun maksimal tarqatinglar. Albatta shu sport endi bu kim zo'r